Buyuk insonlar hayotida ikkita muhim narsani qilar ekan. Tarixi yozar ekan yoki tarixi yaratar ekan. Svarchiklar ham shu narsani qilar ekan. Faqat tarixi yaratadi, lekin tarixda qolmaydi. Bu narsalar yillab biz o'tib ketgandan keyin ham qoladi. O'sha yasilgan darvozalar, navesda va hokazo narsalar. Svarchiklardan keyin tarixda qoladigan narsalar juda ko'p. Lekin svarchiklar tarixda qolmaydi. Shu narsani o'zgartiramiz. Tarixda qolamiz. Buni men boshlab beraman. Svarchik nomer 1. Tarixda qolamiz. Agar siz ham tarixda qolmoqchi bo'lsangiz, svarchik kurslarimizga, ya'ni argonniy svarka kurslarimizga yozilinglar. Birga tarixda qolamiz. Shunaqa narsalar yaratamiz. Butun dunyo gapiradi O'zbekistondan tarixda qoladigan svarchiklar qolibdi deb. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, kommentariy yozib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan svarchik nomer 1. Tarixda qolamiz azizlar.